Qara Yaqub, 30 yildan beri o'smagan birdan-bir narsa lotariyamikin deyman. Shu chaqlarda shahrimiz qaynam tashqinliqqa cho'mgan tunji maydon lotariyani kutib olgan edi. Birinchi darajalik mukofot Shali markalik mashina deyishdi. Menmi pichur o'ynaganda keladigan omadlarimning mashinaning oldida ojiz kelib qolmaslik uchun barliq pichur va marmarlarimni elishig' setib 10 ko'y jamlab oldim. Faoliyatning birinchi kuni maydonda odam shu qadar jiq ediki, bekorlik tuxum taqassimi bunchalik odam yig'ilmasmikin deyman. Yerda g'azongdek chechilgan chiqmagan biletlar birarsining rayini qaytirish tugul texma vasvasiga salatdi. Maydonda qizil lenta bog'langan mashinaga qarab, bu chiqib qolsa qandoq elib ketarman degan g'am tushdi. Keyin boshqalardan bevosita pulga almashtirib etsimi bo'ldiganligini anglab, xeli xotirjam bo'ldim. Men 5 ta lotariyani ayrim-ayrim holda xotirjamlik bilan, sabrichanlik bilan, ehtiyotchanlik bilan va qo'rqinchoqlik bilan echib tugatdim. Eng oxirgisidan bo'lsa, ko'zlarim qorong'ilashib ketdi. 10 ko'yning birdamda uchib ketganligidan o'zini yo'qotib uchib ketay deb qoldim. Bu holatimni boshqalarning ko'rib qolmaslik uchun nega manganligimni bilolmay menib ketdim. Putlarim o'zimning emasla. Men aron tashda xoliroq bir peshtaxta o'ltirib oldim. Marmarlarim ko'zlarimda lig'irlab, pechurlarim bo'ynimga siqilgandek bo'ldi. Mushundaqla tugidimi? Dedim men qo'limdagi loteriyalarga yana bir qatim qarab. Hammasida shumpishonlikning bisharti bo'lgan chapanning surti edi. Mushtapda tunimaydigan birasi bo'lsa-mu bo'yniga esilib yig'lab olg'im kelyotdi. Yiroqda turgan mashinadan tortib, menga loteriya yetishni uytib qo'ygan odamgacha qarg'ab chiqdim. 10 yuan degan oz pulmi deyman? 50 zig kavob. Daftarga sunsa qanchalik daftar? Kaptarga sundirgandimi mahmaldek 5 kaptarg'o. Hey isit, onamning amchikini qattiq tishlagan bo'lg'iymidim. Nima po'qyab oldim men bu narsani? Bu chaqda ya saq, ya maslikini bilgini bo'lmaydigan bir odam kelib yenimdiroq o'ltirdi va qo'lidagi bir tutam lotariyani birdan-birdan echib yerga tashladi. U onasining amchikiga bigiz tiqib etgan muqandaq qo'lidagi lotariyalar birdamdila yerda do'landi. "Hay" dedi u peshtaqa o'zini tashlab, qo'lini kerib o'ltirib, ondan menga burilib, "Senmi oldingmi?" dedi. "Yo'q" dedim men ko'zimni uningdan oqqichib. "Kimning bolasi sen?" Mushtaf o'zimni o'gay baldek his qilayotganda, uning gaplariga javob berish xo'shaqmidi. Men odam yo'q yerda birdam yig'lab olay desam, bu nerdan keldi? Xeli yavash baldek ko'rinasan. Pul beray epaqamsan ya. Shuni olg'achqa yavash bo'lib qolganman, dedim men ichimda. U yenimga kelib qo'lini mo'ramga oldida qo'ynidan 100 ko'y chiqarib, mashinaga bir olayli dedi. "O'zingiz olsangiz bo'lmamdi?" dedim men uningga qarab. "Sen texi ish ko'rmagan sap bola bo'lgandan keyin ta'lingmi sapmikin deyman-a? Agar chiqib qolsa obdan rozi qilaman. Undaq bo'lsa, men barliq ta'limni va sapliqimni ishga silib, sizga shaptul tanlagandek tanlab beray. Sapliqimning haqqi uchun menga 10 ko'y bering. Chiqib qolgan narsaning hammasi sizning bo'lsin. Mashina chiqib qolsa-mu, ustidagi lotinimni talashmayman." Shunda qilib, u keynimda lotariya olganimga qarab turdi. Bichora o'zining qo'liga shu qadar ho'y bo'lgan bo'lsa kerak, hatto biror nima o'zi elib oqay demadi. Biz biletni echish uchun bayamqa yerga ketayotganda bir ayol narin keldi, kappida uning bilikiga esildida so'zlab ketdi. "Ma uyni qurtivat, ma uyni qurtivat" dedi ayol qo'lini silkib. "Men nada lotariya olaman?" dedi u o'zini oqlab. "Ha, sen bek olmaysa", ayol uni so'rab degandek mangdi. U xalqning oldida xotini bilan tagishishdan qo'rqdimi yoki azaldilla qo'rqamdi bilmadim. Shundaq raishlik bilan oldida mangdi. Menmi nima qilishimni bilolmay, ularga agishib menga yuribdimi? U ayoliga chandurmay, menga agashmaslikni ishorat qildi. Men lotariyani changanligimcha joyimda turib qoldim. Ayoli hadab uningga so'zlab ketyotdi. Ayoli oldidagi raishligidan u lotariya o'ynash emas, bekorga kart o'ynashga jur'at qila oladigandak emas edi. "Bu qandoq ish bo'lib ketdi?" dedim men ichimda. 10 ko'yning ishi bo'lgan bo'lsa, asta qachatdim. Xalqning 100 ko'yni elib qechish odatdagi ish emas-da. Men bayamqa palampayga berib o'ltirdim. "Üzümle echib etaymi ya? Chiqmay qolsa nimishqa ochding" deb so'zlar har qachon. Tush bo'lib, qursqim bekmi echib ketdi. Yana 10 minut o'ltirmanda kelmis ketaman. Mushundaq gapdan 3 qatimni deb bo'ldim. Birarsini setib bir langpung ichib olsammi kashki. Bu arada saradan chiqqan bir mo'may eshak harvasini palampayning yeniga bog'ladi va mendan biletni nerda sotir ekan dedi. "O yerda setayotmamdo" dedim men odam o'lashgan yerni ko'rsatib. Mo'may odam o'lashgan yerga berishdan aymindimi? "Men ola olarmanmi balam?" deb so'radi. "Bo'lmasa mendan olamsiz ya, bir ishkini sizga setib beray." Xiyolimda qursqimni bir to'qlab olishni o'ylayotdim. Degandek mo'may kelib 2-3 tal bilet setib oldi. Men setish bilan billa echib berish mulozimatini billa ta'minladim. Birinchisini azroq yirtibla chapanning yengini ko'rdimda uning tutqizib qo'ydim. Buningda chapan chiqdi. "Chapanmi balam balam, yengiroqini berarsan juma?" "Men nimani beraman?" dedim men hayron qolgandek. "Chapan chiqdi deding-ku. Chapan chiqsa hech nima bermaydi." Muloyimgina ko'rinayotgan mo'may turibli jodugar mo'mayga aylandi.
Meni qeri deb andaq ani tapma, dedi u kelibla yoqamga esilib. Saran xotinmi nimisiz? Buningga hech nima bermaydi. Mana qarang meningga. Men yo'ldagi chapan chiqib tashlab o'tilgan lotoriyalarni terib uningga ko'rsatdim. Varan cho'ringni anglab yig'ilgan bir necha odammi haqiqatni yoqladi. Nim balo qoldim men, dedim men palampadiyani o'ltirib olib. Mo'may bayamqi odamlarning yordamida qolganini echib baqdi. Kiralg'u chiqdi, kiralg'u, dedi ular xo'sh bo'lishib. Mo'maymi paypaslab yenimga keldi-da, kiralg'uni ekkal, menga chiqdi dedi. Kiralg'u chiqsa menga nima deb bersiz, dedim men bayamqi g'azbim besilmay. Mo'may yana yoqamga esildi-da, biletni sendan olsam sen bermay kim beradi dedi. Yelimi yaxshi eliqi odamlar bor ekan, bo'lmasa u mening yoqamni qo'yib etmay kiralg'udek cho'giltib o'ynaydi. Ular qo'limdagi biletning ichidan kiralg'i chiqqanligini ko'rishib, sotadigan sotmaydiganligimni so'rashdi va sotaman deyishimni kutmay, talab degandek qo'limni quruqtab qo'ydi. Bumi bir hisobda bo'ldi dedim men ichimda. Eliqi bechora kelib qolsa, bu puli bilan xotiniga damali qara oladigan bo'ldi. Lekin men nima ish qilib yuryapman ha? Yili birdam elayotgan, yili birdam setayotgan. Shularni o'ylag'ach, oldimdagi quruq lotoriyadan bir tutam yig'ib, paqpaq yasag'ach o'ltirdim. Bu arada eliqi ayol erini agashtirib, jiddiyli yetib keldi. Texi yenimga kelmay turibla qo'limdagi lotoriyalarni ko'rdi-da, beshiga paqqida birini urib, "Men nima dedim? Men sana zaten nima dedim?" deb eriga kayib ketdi. Men javob qaytarg'icha erimi kelib ayiblab ketdi. "Ukam, buni sen nimishqa ochsan deyma? Men seni och dedimmi? Endi qanday qilasan buni?" "Ey lamzalla", dedi ayoli uning gapini tortib olib. "Sen ochgan bilan bu ochgan o'zgarib qolamdi. Buningga nimishqa ol deysan zodi? Nimishqa olasan zodi?" Eri javob berolmay turganda men o'rnimdan qo'pib, yanchiqimdagi pullarni ularga chiqardim. "Biletni setib etdim. Mana ma pul. Endi meni avar qilmanglar." Ayol pullarni sanag'ach eriga yana kayishga tushdi. "Kichik bolchilik aqling yo'q. Qarama kichik bolaning aqliga." Palampaydan amda ayrilay deb turishimga, eliqi mo'may kiralg'i bosgan eshikini haydab yenimga kelib to'xtadi. "Sizlarmi mushu bolamdan elinglar?" dedi u ayol ikkisiga qarab. Ayol tuyuqsizla o'zgarib menga kayib ketdi. "Bizga olgan biletni haq setib etganma?" Erimi amda qaynashga kirishdi. "Sana ol deb pulni bergandan keyin elib turib turding ukam. Bizga chiqqan kirolg'ini haq setib etsang bo'lamdi." Ayol mo'mayning yeniga bordi-da, ahvolni tushuntirishga boshladi. "Nima sening bo'ladi?" dedi mo'may ishak keladigan tayoqni uningga tanglab. "Men mavi pulga olganman buni", dedi u yutsini shaplaqlab. Men baladan qutuldim deb tursam, yana bir bala terg'anligimga ishondim. Ular talishayotgan chaqda keynimga qaramay g'ippada tikib etdim.